So'nggi 7 kunlikning eng muhim tafsilotlari bilan Blockchain Texnoda hafta dayjesti. So'nggi bir oyda Ethereum blockchainida eng faol bo'lgan loyihalar ro'yxati tuzib chiqildi. Ushbu ro'yxatdagi loyihalarning GitHubdagi commitlar soni, ya'ni kod o'zgarishlari soni hisoblab chiqilgan. Loyiha kodlaridagi o'zgarishlar qancha ko'p amalga oshirilsa, bu u loyiha ustida faol ishlanyapti degani. Bugunga kelib Bitcoinlarning naqd 20%, ya'ni 5 dan 1 qismi yo'qotilgan. Xo'sh, ushbu Bitcoinlarning yo'qolishi qanday sabablarga ko'ra bo'ladi? Birinchisi eski unutilgan walletlar. Ikkinchisi esa paroli egasining esidan chiqib qolgan cold walletlar. Bundan tashqari xatolik bilan noto'g'ri manzillarga yuborilgan tranzaksiyalar. Lekin ular orasida eng achinarlisi 2010-yilda qattiq diskdagi bitcoinlarni shunchaki chiqindiga tashlab yuborgan ko'plab foydalanuvchilar kiradi. Blockchain o'chirilmaydi, ammo kirib bo'lmaydigan manzillardagi bitcoinlardan foydalanib ham bo'lmaydi. Janubiy Koreyada 2025-yilning iyunidan boshlab notijorat tashkilotlar hamda institutlarga kriptoaktivlar bilan ishlashga ruxsat beriladi. 28 kun oldin mana bu nomdagi foydalanuvchi Binance'dan $10,000 mablag'ini yechib olib, unga Launchcoin sotib olgan edi. Launchcoinning narxi keskin oshib ketishi ortidan ushbu foydalanuvchi $10,000ni naqd $3,5 million ga yaqinlashtirib oldi. Shundan keyin u mablag'larni yana Binance birjasiga o'tkazdi. Bu oddiy spekulyatsiyami yoki insider ma'lumot asosida amalga oshirilgan savdomi hozircha noma'lum. Lekin har ikkala tomonlama ham bu eng muvaffaqiyatli savdo bo'lib turibdi. BlackRock Binance'dan o'zib ketib, Nakamoto'dan keyingi eng yirik Bitcoin egasiga aylandi. Bu o'zgarish esa BlackRockning institutsional ishonchi va ushbu bozorga kirishi tobora kuchayayotganidan dalolat beradi. Telegram platformasining foydasi o'sishda davom etyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, Durovning huquqiy muammolariga qaramasdan Telegram $540 million daromad olgan. Lekin ushbu xabar hozircha Telegramning rasmiy tokeni bo'lgan Tonga ijobiy ta'sir ko'rsatgani yo'q. Uznex kripto birjasida Trump memcoin'i ro'yxatdan o'tkazildi. Savdo va mablag'larni yechib olish jarayoni 22-maydan boshlangan bo'lsa, hozircha ushbu memcoinning narxi 187-189 ming atrofida bo'lib turibdi. FIFA Avax bilan hamkorlikda o'z blokcheynini yaratadigan bo'ldi. Bu texnologik baza FIFAga Web3da o'zining infratuzilmasini muvaffaqiyatli joriy etish, millionlab futbol muxlislariga xizmat ko'rsatish, shuningdek ma'lumotlar xarajatlarini past darajada ushlab turish uchun kerak bo'ladi. Rossiya Bloom asoschilaridan biri bo'lgan Vladimir Smerkisni firibgarlik ayblovi bilan qamoqqa oldi. Hozircha unga qo'ygan ayblovlar u 2017-yilda asos solgan The Token Fund va Token Box loyihalari bilan bog'liqligi aytilyapti. Ushbu xabar Rossiyaning TASS axborot agentligi tomonidan chiqarilgach, Twitter sahifasida Bloom Smerkis bilan xayrlashganini e'lon qildi. Loyiha 3-aprel kuni Twitterda e'lon qilgan postida ular airdropni 2025-yilning 3-choragiga amalga oshirishni rejalayotganini ma'lum qilishgan edi. Biroq bugunga kelib Smerkisning qamoqqa olinishi Bloom airdropiga ta'sir qilishi mumkinmi? U bo'lmasa Bloom token ham bo'lmaydimi kabi savollar ko'p yangrayapti. Ammo Smerkisning hibsga olinishi fonda loyihaning airdrop yuzasidan jimjitligi foydalanuvchilar orasida va kripto inflyuenserlar orasida ko'plab savollarning yuzaga kelishiga sabab bo'lyapti. Na airdrop bor, na yangilik bor, faqat jimjitlik. Hammasi bekor bo'ldimi deb yozmoqda ba'zi kripto inflyuenserlar Twitter ijtimoiy tarmog'ida. Blockchain va kriptoaktivlarga doir eng so'nggi yangiliklarni Blockchain Techno Telegram kanalimizda kuzatib boring. Ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'lishni unutmang.